obunachilari. Mana bugun biz karavot tayyorladik. Karavot tayyorladik. Taxtalarimiz shlikovka bo'lingan, lak bo'lingan. Baqot taxtadan tayyorladik. Karavotga kelsak mana qalin profildan bo'lingan. Buning ichiga ugonlik qo'yilmadi. Bu ugonlik tayyorladik. Magar endi qalin profildan bo'ladi. Hammasi shlikovka bo'lingan, kaskalangan. Hammasi çok tayyorlangan. Bunun joyda bunun kamchiligi yo'q. Kecha 4 ta karavotda shkolatniy rangda kraska urinib chiqib ketdi. Qizilog'ot TVda kanalda ko'rishlaringiz mumkin. 4 ta karavot bir xil rangda edi. YouTube'ga chiqarib ko'rasizlar Qizilog'ot TVda. Mana akalar temirlar hammasi shlikovka bo'lingan. Qolagan dizayningizda tayyorlab beramiz. Qolagan kraskaningizni urib beramiz akalar. Hammasi gladki cho'tki bo'lgan. Mana yaxshi ahamiyat berib qarangizlar akalar. Shlikovka qilingan, hammasi yuz qilingan akalar. Mana bu yerda yana bir karavot tayyorlab o'tamiz. Hozir ishni yarim qilibdi, yarim endi boshladik. Mana sizlarga qanday dizaynda kerak bo'lsa, xohlagan dizayningizda tayyorlab berishimiz mumkin. Faqat suratga tushirib bizga tayyorlasangiz, xuddi ana shunday qilib tayyorlab beramiz akalar. Hammalaringizni Qurbon hayiti bilan tabriklayman akalar, opa singillar. Temirdan keyin nimaiki kerak bo'lsa, mana shu nomerga murojaat qilishingiz mumkin. Aytgan narsangizni tayyorlab beramiz aka. Biz xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Mana tashqarida mana bunday oldi yo'q karavotlarimiz ham bor. Agar kim nimaiki kerak bo'lsa, mana shu nomerga telefon qilishlaringiz mumkin.